Sayyimin xonimning vazifaga o'ltirish nutqida qandaq mazmun bo'lishni Amerika talab qilmaydi. Ikkinchi leksiyamizni boshlaymiz. Mavzuli xabar 5-oyning 18-kun Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 5-oyning 20-kuni yetib keldi. Jungo o'zliksiz jamoat fikri besimi paydo qilib, Sayyimin xonimning atalmış 92-yildagi o'rtaq tunishga ifoda bildirishini umid qildi. Lekin Amerika o'zliksiz oqko'ngillik bilan uchur tarqitib, Tayvanni qo'llaydigan yaxshi niyatini ifodaladi. Aqsaray davlat bexatarligi ma'lum maslahatchisi Ben Rhodes Tayvan vaqti 18-kuni bilim xazinasining muhokama yig'iniga qatnashib mundaq ko'rsatdi. Tayvan tinch yo'l bilan saylam elib berishni tamomladi. Amerikaning bir jungo siyosati o'zgarmaydi. Amerika prezident Sayyiminning Amerika umid qilgan so'zlarni so'zlashni talab qilmaydi. Masalan, Sayyimin undaq so'zlash kerak, mundaq so'zlash kerak degan talabni Amerika hükümeti Tayvan hükümetiga Tayvanning yangi prezidentiga yuklamaydi dedi. Prezident Obama'nın bexatarlik maslahatchisi Ben Rhodes mundaq ko'rsatdi. Sayyimin vazifaga o'ltirish nutqida nimalarni so'zlaydi? Buni o'zi belgilaydi. Amerika bu to'g'rida yoki undaq, yoki mundaq deyolmaydi. Lekin Amerikaning bir jungo siyosati qayta shariylash ikki qirg'oqning yaxshi munosabatini qo'llaydiganligini bildi. Ben Rhodes bundaq ta'kidladi. Sayyimin vazifaga o'ltirish nutqida nimalarni so'zlaydi? Albatta buni bilamiz. Lekin Amerika Sayyimin nima so'zlaydi va nima ish qiladi, buningga bir nima deyolmaydi. Tayvan mustaqilchilari 5-oyning 20-kuni namoyish qilib, hukumatning pasportni o'zgartishiga yetakchilik qilmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 5-oyning 18-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Tayvanning yangi saylangan prezidenti 5-oyning 20-kuni vazifaga o'ltirdi. Tayvan mustaqilchilari 5-oyning 20-kuni prezident mahkamasi oldida namoyish qilib, hukumatning pasportni qayta loyihалab China yani Jungo degan ism yo'q yangi yangi pasport qo'llanishiga haydakchilik qilmoqchi bo'ldi. Birlashma gazetining 19-kuni xabar qilishiga asoslanganda mustaqilchilar 20-kuni namoyish harakati qo'zg'ab, qonun chiqarish komitetining oldidagi maydonga to'planib, naq maydonga pasportning nusxasini olib berib, yangi pasportning nusxasini olib berib, Tayvanning umidi, arzusi, Tayvan mustaqilligi ekanligini Xudo xalqaro jamiyatga bildirmoqchi bo'ldi. Tayvan Cumhuriyeti shakillik pasport nusxasini ko'tarib namoyish qilmoqchi bo'ldi. Demokratiya taraqqiyot partiyasining pasportni yangidan loyihalashini bosh betdagi Jungo degan ismni o'chirib, mustaqillikka o'tishning o'tir musobaqasini tamomlash to'g'risida hukumatga haydakchilik qilmoqchi bo'ldi. Tayvan mustaqilchilari namoyish qilib, bu ish model 5-oyning 20-kuni yangi prezident Sayyimin xonim vazifaga o'ltiradigan kuni yuz berdigan bo'ldi.